Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalni tomosha qilyapsiz. Qadimdan ikki qirg'oqni o'zaro bog'lash uchun ko'priklardan foydalanilgan. Insoniyatning boshlanishida bu inshootlarning loyihasi bir muncha soddaroq bo'lgan. Barcha ish qo'lda bajarilgan. Arqonlardan, taxtachalardan, qanop iplardan va shunga o'xshash ashyolardan foydalanilgan. 18-asrdan boshlab esa ular murakkabroq loyihalar asosida qurilgan. Ular aniq matematik hisob-kitob asosida qurilgan bo'lmasin, ko'priklarning ayrimlari baribir kishida vahima uyg'otadi. Bugun men badandan sovuq ter chiqarib yuboradigan, ammo o'z manzarasi bilan inson ruhiyatini maftun etadigan 10 ta ko'prik haqida so'z yuritishni istadim. Demak, tanishing, dunyodagi eng qo'rqinchli 10 ta ko'prik. Ikkita 3000 metrli qoyalar, Skex Road cho'qqisi va Glacier 3000 muz qoyasini tutashtirib turuvchi ko'prik. Uning uzunligi 107 metr, eni esa 80 santimetrni tashkil etadi. Ko'prik Matterhorn, Jungfrau, Eiger va Menx tepaliklarining go'zal manzaralarini tomosha qilish maydonchasiga olib boradi. Tabiati juda go'zal bo'lgan Aqsh Tirsk jarligi va Mizimta daryosi ustidan o'tgan dunyodagi eng uzun osma ko'prik. Bu ko'prik Sochida joylashgan bo'lib, uning loyihasida ikkita tomosha qilish maydonchasi bo'lib, ular yerdan 207 metr balandlikda joylashgan. Ko'prikning uzunligi 439 metrni tashkil etadi. Bu ko'prik tog'ning tor yo'laklarida chorvalarni olib o'tish jarayonida ular tiqilib qolavergach barpo etilgan. Mahalliy aholi doimiy ravishda bu ko'prikdan foydalanib kelmoqda. Sayyohlar bu yerda o'zlarini qo'rquvlarini his qilishlari va esdalik uchun bir nechta fotosurat olishlari mumkin. Malayziyaning tropik o'rmonlari orasida Taman Negara milliy bog'i yastanib yotibdi. Bog'ning bir yo'nalishi 510 metrli osma ko'prikdan o'tadi. Arqon bilan tortilgan, taxtachalar tashlangan bu yo'lakcha yerdan 45 metr balandlikda, shundaygina daraxtlar ustidan o'tadi. Sayyohlar Shindonotaki sharsharasini tomosha qilish uchun o'z qo'rquvlarini yengib, 173 metrli jarlik ustidan qurilgan 390 metrli osma ko'prik ustidan o'tishlariga to'g'ri keladi. Pollard 92 metrli jarlik ustidan o'tgan ko'prikdir. Bu yerdan Germaniyada mashhur bo'lgan Neuschwanstein qasri ko'rinishi namoyon bo'ladi. Ko'prik ostida esa 45 metrli sharshara oqib turadi. U qit'ani Karik oroli bilan bog'lab, chayqalib turuvchi uzunligi 20 metrli ko'prikdir. U 30 metr chuqurlikdagi jarlik ustidan o'tgan. Kuchli shamol turganda ko'prikda juda qattiq tebranish hosil bo'ladi. Capilano xiyoboni Vankuverning asosiy ko'ngilochar maskani hisoblanadi. Daryoning bu qirg'og'idan u qirg'og'iga o'tish uchun muhandislar ikki qirg'oqni osma ko'prik bilan birlashtirishgan. Qirg'oqlarga o'tish uchun qimirlab turgan taxtalar ustidan 137 metr masofani bosib o'tishingizga to'g'ri keladi. Ko'prik 70 metr balandlik ustida qurilgan. Roitte shahardagi Ehrenberg qasri qoyalari va qadimiy Fort Claudia'ni uzunligi 403 metr, eni esa 1,2 metr bo'lgan Highline 179 ko'prigi ulab turadi. Ko'prik 113 metr balandlikda o'rnatilgan. Qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, bu ko'prik ham emas, 3 kilometrli yo'lak hisoblanadi. Bu yo'lak qoyalarga mahkam qoqilgan qoziqlar va temir yo'l relslari bilan qurilgan. Yo'lak 1905-yili Conde del Guadalhorce platinasi qurilishida ishlagan ishchilar uchun qurilgan. Avariya holatiga kelib qolgan bu ko'prikni davlat sayyohlar uchun yopib qo'ygandi. Biroq uzoq vaqtli ta'mirlash ishlaridan so'ng 26-mart kuni Ispaniya hukumatı bu qirollik yo'lagini yana sayyohlar uchun ochib qo'ymoqchi. Do'stlar, agar dasturimiz sizga biroz bo'lsa-da qiziq bo'lgan bo'lsa, tepaga qaratilgan bosh barmoq tugmasini bosishni unutmang. Shuningdek, kundalik qiziqarli ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq ekraningizda chiqib turgan obuna bo'lish tugmasini bosing. Hozircha shular.